Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Biz Ente Shifo klinikasida navbatdagi muvaffaqiyatli davom muolajasini tugatib, hozirgi kunda reabilitatsiya bosqichiga o'tgan bemorimiz bilan suhbatlashamiz. Bemorimiz birinchi kelgan holatlarida oyoqlarida o'ta kuchli og'riq, zo'r va qiynalib, hujjatlar bilan qiyin holatda yurib, majburiy holatda kelganlarini eslaydilar va hozirgi kunda 2 kurs davom muolajalarini olib, holatlari ancha yaxshi. Hozir o'zlaridan holatlarini oldingi va keyingi holatlarini so'raymiz. Opajon, birinchi kelgan holatingizni eslaysizmi? Qanaqa holatda keldingiz? Hozir holatingiz qanaqa? Birinchi kelgan holatimda o'sha o'ng tomonimda og'rig'ida, oyog'im bosolmasdim, belimda 3 ta grija bor edi, bormagan joyim qolmagan edi. Oxir-vaqt eshitib keldik xo'jayinim bilan. Xudoga shukr. Birinchi 10 kunlikda o'zi ancha yaxshi bo'ldim. Ikkinchisini ham oldim, bunda yana ham yaxshi bo'ldim. Hozir umuman oyog'imda og'riq yo'q, bemalol yura olaman. Juda yaxshi. Sizni nima bilan davoladik? Dori, ukol, tabletkalar bilan davoladikmi? Yo'q, bizda dori ukol emas, faqat fizioterapiya. Fizioterapiyalar, muolajalar bo'ldi. Doktorlar qizlar qo'li nihoyat yengil ekan. Menga rosa yoqdi. Kim shunaqa grija bo'lsa, oyoq bel og'riqlar bo'lsa, shaqa kelishlarini maslahat qilardim. Men o'zimda foydasini bildim. Doktorlarga rosa rahmat aytyapman. Sog' bo'lishsin, ishlariga rivoj tilayman. Ana. Ko'rasizlar, bemorlarimiz o'zlari ham ta'kidlashadi. Biz ukol dori, tabletkalar bilan emas, kasallikning negiziga borib yetadigan, umurtqa pog'onasining orasida turgan disk rejasini so'rdiradigan muolajalar qilamiz. Xudo xolasa opamiz bilan davom muolajalarini to'liq tugatishgandan keyin 3-etapda tomografiya xulosalarining oldingisi va keyingisi holatini solishtirib sizlar bilan yana qayta video qilamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Rahmat opajon, sog' bo'ling. Yo'q, rahmat sizlarga.